Safarda bo'lsangiz, bu xavf siz bilan. Diqqat, bu holat hayotingiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Chuqur tomir trombozi bu uzoq vaqt harakatsiz qolish, ayniqsa 4 soat yoki undan ko'proq davomida avtomobil yoki samolyotda o'tirish natijasida yuzaga keladigan xavfli holatdir. Bu holatda oyoqdagi chuqur qon tomirlarida laxta, tromb hosil bo'ladi. Agar bu laxta qon oqimi orqali o'pkaga borib, qon tomirini to'sib qo'ysa, bu o'pka emboliyasi, pulmonary embolism deb ataladi. O'pka emboliyasi esa hayot uchun xavfli bo'lib, hatto o'limga olib kelishi mumkin. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Homiladorlikdan saqlovchi dori vositalarini qabul qilayotgan ayollar, chekuvchilar, yaqinda jarrohlik amaliyotini boshdan kechirganlar, homilador ayollar, ortiqcha vaznga ega shaxslar. Oldini olish yo'llari: har 1-2 soatda avtomobildan tushib 5 daqiqa piyoda yurish, har 30 daqiqada oyoq-qo'l mashqlarini bajarish, hatto o'tirgan holatda ham. Kompressiya paypoqlarini kiyish, ko'p suyuqlik ichish, shakarli yoki gazli ichimliklardan saqlanish. Bu oddiy profilaktik odatlarga amal qilib hayotingizni saqlab qolishingiz mumkin. Bu xavf haqida boshqalar ham xabardor bo'lishi uchun ushbu ma'lumotni ulashing. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.